Selam dostum. Dünya boylap sayohatimizni davom etamiz. Tın ham Hind okeanlar orasida büyük ko'p o'trovlar bor. Ham men seni shul o'trovlarda o'rnashgan ilga chaqiram. Ayda kartaga ko'z sol hali. Hozir Tın ham Hind okeanlari orasidagi o'trovlar arxipelagini top. Eye, ko'p o'trovlar birga o'rnashsa, biz ularni arxipelag deb ataymiz. Ya do'stim, qaysi ilga yo'l tutuvimizni angladingmi endi? Naq shulay, albatta Indoneziyaga. Aytganimcha, Indoneziya buyuk o'zinchalikli davlat. Ул ko'p o'trovlarda o'rnashgan ham uning sostavina 17 mingdan ortiq o'trov kira. Lekin bu o'trovlarning barasida da kishilar yashamaydi. Durusrog'i big az ulushindagina yashaydi. Shunisi qiziq, kishi yashamay turgan ko'p sonli o'trovlarning birsin tilaging bo'lsa, sotib olirga mumkin. Bir o'zingga bir o'trov sotib olasing-da, Robinson Crusoe kabi yashaysan. Shul vaqt sening qarshingga kichkinagina buйвол kelib chiqadi. Yaisa ajdahoni xatirlatuvchi varan. Ник kulasing? Men shinlab сөйлейм. Dunyodagi eng kichkina buйвол birida yashaydi. Ana Anoa deb yurtadilar. Kichkina bo'lsa-da, bek o'sol. Jigli xoliq bu kichkina buйволlardan bek qo'rqar ekan. Aytganimcha, Komodo varani da birida yashaydi. İkinci türlü alarını Komodo ajdahası deb yurtadilar. Men ularni dinozavrlarga o'xshatam. Bali o'trovida, durust eshitdingiz. Bali o'trovi da Indoneziyada o'rnashgan. Ham mana shu o'trovda maymunlar o'rmoni bor. Bu o'rmonda maymunlar xo'ja, kishilar qo'noqqina. Maymunlar qo'lig'izdan aybirlarni olib ketadilar. Boshina minib o'tirishga da ko'p so'rab turmaylar. Hatta sumkalarni da o'qtaralar ekan. Qo'y bir kishilar yashamay turgan o'trovlarda zo'r toshbaqalarga kishilar yordamga keladi. Nishik deysizmi? Kishilar ularning yumurqalarini saqlarga yordam etadilar ekan. Qiziq bit. O'trovlarning birisida babirusa deb ataluvchi jonliklar yashaydi. Babirusa bolon do'ng'izi deganni anglatadi. Qarag'iz hali. Muguz tishlari bigroq qo'rqinish. Indoneziya o'sha ekvator chizig'i o'ta. Ham shunliqdan bu davlatning klimati bek o'zinchalikli. Birida yil aylanasi dimli ham jili havo turishi kuzatiladi. Indoneziyada 150 dan ortiq aktiv vulkan bor. Kishilar birda qo'rqmaylarmi ekan? O'z ilim oltin beshik deylarmi hali? Har kimga o'z tug'an yog'i yoqin shul. Indoneziyaning bosh qalasi Jakarta. Ham shunisi qiziq, bu davlatda metro yo'q. Monaco ham Indoneziya davlatlarining flaglari bek o'xshash. Birdan bir ayirma Indoneziyaniki birozgina kengroq. Oldagi uchrashuvlarda bu o'zinchalikli il bilan tanishtiruvimni davom ettirman. Bugunga sog' bo'l do'stim.